Assalomu alaykum. Web dasturlash onlayn maktabiga xush kelibsiz. Va sizlar bilan boshlab qo'ygan va davom etayotgan CSS Tutorial for Beginners, CSS ya'ni boshlang'ichlar uchun CSS dan ko'nikmalar darslarni davom ettiramiz. Va bugun sizlar bilan 18-dars. Va bugun nimalar o'tiladi? Bugun 18-dars. Bugun sizlar bilan web colors ya'ni ranglar haqida gaplashamiz. Va background color hamda RGB nima? Xo'p, web colors bu ranglar, ya'ni veb saytlarda ko'proq aktual ranglar, ko'proq ishlatiladigan ranglar. Hozirda qaysi ranglar ko'proq ishlatilyapti? Va background color aynan bu kod yordamida biz aynan veb saytlarimizga rang beramiz. RGB bu RGB bir nechta xil ranglarni qorishmasidan deymizmi, shundan tashkil topgan bo'ladi. Aynan mana shu kod yordamida biz red, green, blue hammasi uchalasidan ham aralashtirib o'zimiz rang yaratsak ham bo'ladi. Va unday tushunarli bo'lsa, demak, boshladik. Uning uchun fayl ochaman, Ctrl+S deyman va bu yerda 18-dars papkaga dars 18.html Ctrl+S dars 18.css va shunday qilib yozdik. HTML deb ochaman va endi bu yerga bodyga men mana bu yerda bodyga rang beraman. Uning uchun background color degan kod bor. Aynan shu yordamida men veb saytga rang beraman. Misol uchun bir nechta rang turlari bor. Misol uchun aqua, Ctrl+S open in browser. Kechirasiz, shoshibman biroz. Bu yerda CSS da ulash esdan chiqdi. CSS ulab olaman. Dars 18.css Ctrl+S. Mana aqua rangi paydo bo'ldi. Bir nechta xil kodlar bor. Hozir ko'proq maxsus kodlardan foydalanishadi. Bunaqa yoziladiganlari ham bor, yozilmaydiganlari ham bor. Ctrl+S mana silver. Mana bu silver rang. Sal chiroyliroq, ya'ni ko'pchilikga yoqadigan rang. Xo'p, misol uchun endi men shu background colorni h1 elementimga bersam. Ctrl+S va mana bu yerga h1 deyman. Figurli skopga bo'ladi. Background color. Bu yerga navy degan rang bor turib, Ctrl+S. Va mana ko'rganingizdek background color qildim. Bo'lning orqa tarafi rangi shunaqa bo'ldi va color o'zini rangini oq qilib beraman. White. Ctrl+S. Mana ko'rganingizdek har xil rangni uyg'unligini qila oldik. Endi shu yerda background color navy deb yozmasdan men h1 orqasini o'zim RGB yordamida yaratib olsam nima deysiz? RGB da aytib o'tgandek, red, green, blue da uchtasidan tashkil topgan. Misol uchun reddan 45% bo'lsin. Greendan 65 bo'lsin. Bluedan 92 bo'lsin. Ctrl+S, ya'ni hammasidan har xil qilib oldim. Qanday rang kelib chiqadi? Mana ko'rganingizdek, mana bunday rang kelib chiqdi. Bunday rangning nomi yo'q. RGB yordamida tuzaverasiz. Misol uchun mana buni 145 qilib oldim. Ctrl+S reddan yana qo'shdim. Mana qizarib ketdi. Yoki reddan kamaytirib 10 ga misol 292 qilib, bluedan qo'shib yubordim. Ko'rganingizdek, ko'proq hisobni olib ketdi. Buni 192 qildim va buni 265 qilib tashladim. Ctrl+S. Ko'rganingizdek, yashildan ko'proq berdi. Endi yana greendan Ctrl+S. Yana ham ocharib ketdi.
Ana shunday qilib o'zimiz xohlagancha, ya'ni ranglar yarata olamiz. Albatta chiroyliroq rang yaratish uchun albatta Google dan foydalanamiz, chunki ko'proq aktual ranglar bor u yerda. Misol uchun background color'da men black emas, black'ni to'qi bor. Ya'ni bu maxsus ranglar deyiladi. Ya'ni mana bunday reshotka qo'yiladi va ranglar raqamlar bilan belgilab olingan bo'ladi. Ular maxsus ishlab chiqilgan bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 ta 0. Ctrl+S. Mana qop-qora. Qoradan ham qora deydi, blackdan ham qora bu. Yoki misol uchun boshqacharoq FF SF 7 Ctrl+S va mana oqdan sal to'qroq rang. Yoki mana 9 qilib qo'yib turib, bu yerda bitta F oshiqcha bo'lgan Ctrl+S. Mana bitta kod o'zgarish yordamida rang umuman boshqacha bo'lib ketdi. Aynan mana shunday ranglarning turini siz Google dan bemalol topishingiz mumkin. Background colors desangiz, juda ko'p har xil turdagi ranglar chiqarib beradi. Va sizlar backgroundga, ya'ni orqa fonga rang berishlarni o'rganib oldingiz, ya'ni farqlariga bordingiz deb o'ylayman. Bugungi darslarimiz shulardan iborat edi. Albatta, oldingi yozilgan, ya'ni oldingi o'tilgan darslarda ham kodlarini hammasini bitta qilib, bu kodni ham aralashtirib, o'zingiz biror narsa qilishga harakat qiling. Albatta bu foyda bo'ladi. Hamma darslarni bir qator qaytarib chiqing. Darslarimiz sizga yoqqan bo'lsa, ma'qul kelgan bo'lsa, albatta bundan xursandman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.